Voy, hay qo'shni. Ha, tinchlikmi? Voy. Men tomorqamda nima qilyapsiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu nima qilyapsiz men tomorqamda? Men tushunmadim. Ha, ozgina ortib qolgan gullarim bor edi. Shuni ekib qo'ya qolaylik degandim. Voy. Ha, yanishmasam bu to'g'ri ro'paramdek qo'shnisiz, yangi qo'shnisiz. Ha. Men shu yerda 30 yildan beri yashasam, bironta odam men tomorqamga ko'z olaytirgan emas. Nima haqqingiz bor? Uyingizga qolgan qutgan gulingizni meni hovlimga ekasiz. Ha? Oling gul pulingizni, bo'ling yig'ishtiring. Oling, bo'ling yig'ishtiring. He, o'rgildim sizdan. Indamasam tomorqamga egalik qilmoqchisiz shekilli, ha? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, qo'shni tinchlikmi? Tinchlik emas. Xotiningizni qarang, meni tomorqamga o'zini qolgan qutgan gullarini ekib egalik qilmoqchi. Keliningiz bilmabdi-da. Kechira qoling. Nimani bilmaydi? Qolgan qutgan gullaringizni o'zingizni hovlingizga eking. Meni hovlimni tinch qo'yinglar, men tomorqam bu. O'rgildim sizlardan. Bunaqa qilmaylik ikkinchi. Men yomon ko'raman. Ana o'zinglarni uyingizga ekuringlar. Qolgan qutgan gulinglar bormi, pulinglar bormi hammasini. Tegmaylar menikiga. Qani, qochinglar. Qoching. O'rgildim sizlardan. Bitta tinch yashab bo'lmaydi. Darrov kecha kelib bugun meni hovlimga egalik qilmoqchi bo'lar. Bore. O'rgildim salladan. Shunaqa ham odam bo'ladimi? Qo'shnining ham gapi to'g'rida Zulayxon. O'zidan biroz so'ramasdan tomorqasiga gul ham ekasanmi? Balki o'zi boshqa narsa ekmoqchidir. Qayoqdan ham bilay, bunaqa jahllari chiqib ketishini. Ortib qolgan gullarimni qarovsiz yotgan yerga ekib qo'yay degandim-da. Xursand bo'ladilar deb o'ylabman. Ha, mayli, bo'larchi bo'ldi, ketdik. Bitti qursin. Qo'shni emish. O'rgildim bunaqa qo'shnilardan. Ha, oyi, kim bilmasdan mushingizni pishitib qo'ydi. Mana u to'g'rimizdagi, ro'paramizdagi yangi qo'shni bor-ku, o'sha uyida guli ortib qolganmish-da. O'shani olib kelib meni eshigimni tegdi, tomorqamga ekarimish. Voy, nima? Meni uyim axlatxonami? Oborsa axlatga tashlasin, menga gul puli kerak emas. Jahlim chiqib hozir urishib keldim, bolam. Ha, baribir o'zingiz ekmasingiz-ku. Voy, bolam, sen qayerdan bilasan, a? Balkim u gul ekish bahonasi eshigimizning tagiga isi sovuq qilib ketayotgandir. Sen qayerdan bilasan, bolam?